Siz quyidagi pastda ko'rib turgan rasmdagi holat bu 9 yoshar bolani burundagi go'shti, ya'ni adenot vegetatsiyasi hisoblanadi. Bolachada qanaqangi shikoyatlar bor? Demak, birinchi navbatda o'zini so'zdan jismoniy mashqlar bajarayotgan paytida hansirab qolish, yuragi goh-gohida sanchib qolishi va o'zini vizualni ko'rgan paytimizda tish qatorlarini buzilganligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Onasining so'zidan esa albatta bolacha xurrak otishga ham shikoyati bor. Demak, bu bolani biz rejali ravishda endoskopik shayverlar anatomiya usulida burundagi go'shtni olib beramiz hamda Xudo xohlasa shu bilan bolacha bu kasallikdan butunlay xalos bo'ladi. Agarda sizni farzandingizda ham xuddi shunday burun orqali yaxshi nafas olmaslik, kechalari xurrak otish, tish qatorlarining buzilishi, tez-tez asabiylashib, aqliy rivojlanishdan, o'sha maktabdagi o'qishdan orqada qolishda boshlasa, demak sizning farzandingizda katta ehtimol bilan burundagi go'sht mavjud. Xuddi mana shunaqa qilib. Agar shunaqangi muammolar yuzaga kelgan bo'lsa va bezovta qilayotgan bo'lsa, bemalol Instagram orqali bizga murojaat qilishingiz mumkin yoki mana shu video ostidagi opisaniyada bizning telefon raqamlarimiz bor, o'shanga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bo'ladi.